Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, hamkasblar, baliqchilar, baliq ishqibozlari, baliqchilarning ustozi Ikromjon. Hammalaring yaxshimisizlar? Mana bugun 2025-yil 23-may, Sayyidul Ayyom, Hajjul Masokin. Hammalaringizga bu muborak kun muborak bo'lsin. Alloh taolo xayr barakotli qilsin. Mana 12-aprel kuni 15 ta ona baliqlarni olib kelib tashlagan edik. Mana Xudoga shukrki, bugungi ulug' kunda Alloh taolo bizni ham qalbimizga xursandchilik solib, baliqlarimiz ikra qo'yibdi. Yetkazganiga shukr. Barcha baliqchilarga omad tilayman. Topganlarga barakot, azimat oqsin Alloh taolo. Topganlarini yaxshi kunlarga sarflasin. Hajlarga borishsin. To'ylar qilsin, uylar solsin. Bola chaqasini uylasin, joylasin. Halol va pokdan luqma yedirsin. Kimki yaxshi niyatlarda qilgan bo'lsa, Alloh taolo barcha niyatlariga yetkazsin. Mana ikralari, hurmatli birodarlar, vaqt turasizlar, mana onasimi, otasimi bezovta bo'lib, shu atrofiga tarqalib ketgan ikralarni to'playaptimi yo bizni cho'chityaptimi bilmadik. Mana ikralari, akalar. Biz Andijon viloyati Asaka tumanidamiz. Ismim Fazliddin. Aslan Namanganda Mingbuloqdan Jumashiydan olib kelgan edik. Ikromjonni Alloh taolo omadini bersin. Barcha ergashganlarga ham beminnat yordamlar uchun, maslahatlar uchun Alloh taolo rozi bo'lsin. Rizoligini karam aylasin. Hammalaringizga omad tilayman, birodarlar. Duo qilib turinglar. Xursandchilik, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Omon bo'linglar.